Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun navbatdagi zo'lni motorolimiz Shohrubek ukamizga sotildi narx pul asosida. Shohrubek, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Qutlug' bo'lsin uka. Mana bular o'zlari o'zimiz Sharxondan bundan oldin ham bitta olishgan ekan, bu ikkinchisi. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin uka. Hop, bu motorolimizni jihozlari, torpedalari bor. Ramalari 15 profildan. Keyinchali samaslar. Narx pul asosida sotildi. Damas diska balonlarda. Tiyagalari bor. Yuk holatda sakramasligi uchun. Bu motorolimiz narx pul asosida 38 million so'm narxi. 2 tonna, 2,5 tonna yuk olaveradigan bu. Bundan tashqari bizda 26 milliondan boshlab shu 38 milliongacha bo'lgan motorollar bor. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Respublika bo'yicha yetkazish berish xizmatlarimiz ham bor. Toshkentda, Xorazmda magazinlarimiz bor. Kimga qaysidan kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, narxlarni rasmlar bilan tashlab beramiz. Boshqa viloyatlarga yetkazib berish xizmatlarimiz ham bor.